29 aprelde Zey Halkara Jingü diktantına koşuldu. Patriotik aksiya Birdem Rossiya partiyasi tarafından uyushtirilib, og'imdagi yilda onu uzdiruga 12 mingga yaqin maydonchaq bildirildi. Zeyda ol 3 maydonchaqda uzdi. Ular shaharimizning 3-chi, 5-chi, 6-chi maktablari. Bu Jingü diktantı test formasında birimler öteli. Bu diktantta bizning 9-chi, 10-chi, 11-chi sınıf o'quvchilari qatnaşalar. Barlig'isi 63 o'quvchi. O'zlarining Buyuk Vatan so'g'ishi turundagi bilimlarini ko'rsatishaklar. Ondan endi saytga kirib, o'zlarining bilimlarining ne darajada ekanliklarini o'zlari kirib qarayolashaqlar. O'quvchilar 45 minutda diktant birimini o'tirga tegish. Bu harbiy tarixiy temaga 20 ham tubak temaga 5 birim. Tarixiy diktant yozuvda qatnashuvchilarga ul tarix darsi David. Это чувство патриотизма для меня как-никак, чувство памяти, истории и осознание того, что насколько люди трудились ради того, чтобы освободить нас. Для меня это память о тех, кто отдал свои жизни за процветание нашей страны, за то, чтобы мы жили в мире. После завершения работы каждый ученик, участник получит вот такой сертификат. И также будут различные подарки. Жеңүү диктантын yazuvchilar belgi үшін qatnashmay, әлгі aksiya so'g'ish veteranlarına hurmat ko'rsatу, tarixiy xatırını saqlaudan qibarat. Bu yıl жеңүү диктанты 3-chi yılın uyushtirila. Uzgan yıl әлгі aksiyada Rossiya ham chet illerden milyondan ortiq kishi qatnashdi. Razima Kashapova, Yuliya Kazamarova, Zey xabarlari.